أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Allah subhanahu wa ta'ala Sura Kahf shunday deydi. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus solihat. Mal dunyo va farzandlar, bolalar bo'lsa, bu hayati dunyoning zinnati deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Hayati dunyoning zinnati. Va wal-baqiyatus solihat. Qilib qoldigan narsalar nima deganda, yaxshi amallar qilib qoldi dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Bu yerda val baqiyat degan vaqtda nima degan gap buning ma'nosi? Ya'ni yuqoridagi oyatning bashi tilga ilingan al-malu val banun, mal dunyo bu narsalarning hammasi zail, yo'qaydi ey inson deganni bildirmoqchi bizga. Hammasi ketadi, yo'qaydi, tugaydi. Butun maxluq mushu zamin yuzida har qanday narsa kullu man alayha fan. Allah sura Rahmonda degandek kullu man alayha fan. Bu zamin yuzidagi har qanday maxluq qarindoshlar hammasi yo'qolguchi, tuguguchi, zail bo'lguchi. Har qanday maxluq Allah subhanahu ana shu izzat, jabarut egasi bo'lgan Allah subhanahu va taoladan boshqa butun maxluq hammamiz tugab yo'qaymiz, o'limiz, tugaymiz. She'rda bir beytda shunday deydi-ki: "Val-laylu mahma tala fala budda min tulu'il fajri wal-umru mahma tala fala budda min nuzulil qabri." Kecha mayli qanchalik uzun bo'lib ketsin, cho'qim tong atmay qolmaydi. Ömür qanchalik uzun bo'lib ketsin, cho'qim qabriga kirmay amal yo'q, qabriga cho'qim kirmasi. Va kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Fa iza hamalta ila al-qubur janazatan aw fa iza hamalta ila al-qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Har qandaq ibn unsa, har qandaq bir kishi, bir ayol zotininki o'g'li bo'lgan har qanday maxluq mayli uning salomatligi, sog'lomligi qanchalik uzun bo'lib ketsin, cho'qim u bir kuni ana shu haliqi jinozadan iborat bu narsaning ustiga qo'yilib, shuning ustida ko'tarilib ma'ludi. Kishilar uni ko'tarib ma'ludi. Agarda bugun sen bir jinozani qabristonlikqa ko'targan bo'lsang, qabristonlikqa bir jinozani ko'tarib mangan bo'lsang, bilginki sen uning keynidan sen ham ko'tarilasan dedi. Bu beytda. Demak, har qanday narsa bu zamin yuzidagi chuqum zavolliqqa, tugashga qarab ma'lumdir. Bu mutlaq al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat. Bu yerdagi bu oyatdagi shunda bir inchki nuqtaga yana bir diqqat qilaylik qarindoshlar. Ya'ni mal, o'ylab boqaylikki, mal dunyo agarda farzandsiz, bola chaqasiz bo'lsa, uning hech bir ta'mi bo'lmaydi uning. Uning lazzati, uning huzuri bo'lmaydi. Dal aksicha, bola farzand chaqi mal dunyosiz, hech qanday mal dunyosiz gadoylikda farzand bo'lib qolsa, yana bir mushkil, yana bir avojlikdan iborat. Alloh bu yerda shunchalik inchkilik bilan tilga olganki, hayoti dunyoning zinnati al-malu val banun. Mal dunyo va farzandlar deb tilg'iliq qiladi. İkisi birga bo'lgan vaqtda andikin uninki hayoti dunyoning zinnati ekanligi. Mushlarning hammasi ham, lekin Alloh subhanahu oyatning kaynatlam val baqiyatus solihat qilib qolganlar bo'lsa, yaxshi amallar dedi Alloh subhanahu. Yaxshi amal qilib qoladi. Shu hayoti dunyoning zinnati bo'lgan narsa hammasi dunyoning matolaridan iborat, butun narsa ketib qoldi deb shunday deydi. Xo'sh, baqiyatus solihat degan nima? Ba'zi ulamolar deydi-ki, subhanalloh walhamdulillah wa la ilaha illalloh vallohu akbar. Baqiyatus solihat bu oyatni tafsir qilib, ba'zi ulamolar baqiyatus solihat degan subhanalloh, Alloh paktur, walhamdulillah, butkul hamdu sana olamlarning Robbiga xosdir. Va la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Vallohu akbar, Alloh eng ulug'dir.
Bu ma'nolarga, bu yerdagi tilga ilinayotgan bu so'zning ma'nosiga diqqat qilaylik. Buningga inchki nazar solaylik qarindoshlar. Ya'ni biz subhanalloh deb Alloh subhanahu va taologa tasbih etsak, ya'ni biz uni tasbihimiz nima degan gap desa, Robbimizni butkul barliq nuqsonliq, ayiblik, barliq sifatlardan poklagan bo'ldik. Allah pokdir, har qanday nuqsoni sifatlardan pokdir deb Robbimizni ulug'lagan bo'ldik. Robbimizga alhamdulillah deb hamdu aytgan vaqtimizda uni alhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar, yani Allohga hamdu aytib, hamdu sanolar uningga xos bo'lsin deb, uningdan boshqa iloh yo'q deb, Alloh eng ulug' deb Robbimizga hamdu aytib, uni bir yakki yegona deb, uni eng ulug', eng cho'ng ekanligini degan vaqtimizda, demak bu nima desa, mu'min Robbini tuniganda shunday deyalaydi. Buni degan mu'min faqat arafa robbahu, Robbini tunigan mu'min bu. Agar haqiqiy ma'nosini bilib, cho'nqur ma'nosini qalbiga septirib deyadigan bo'lsa, Robbini tunigan mu'min. Bu Robbini tunigan mu'min agarda Robbini shunday haqiqiy ravishda talab qilingan ravishda tuniy olsa, u mu'minning ko'zida barliq narsalarning hammasi kichik ko'rinishga boshlaydi. Hech bir narsa u Robbidan cho'ng emas, hamma narsa kichik ko'rinishga boshlaydi. Allohu akbarning ma'nosi nima? Allohu akbar min kulli shay. Har qanday narsadan cho'ng Alloh subhanahu va taolo. Hatto biz bilgan, biz biladigan miqdor, biz xiyol qila olgan narsadan ham million narsa cho'ng Alloh subhanahu va taolo. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihat. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي